Latifa nima degani? Latifa arabcha so'z bo'lib, latif, nozik, nafis degan ma'nolarni bildiradi. Bu xalq og'zaki ijodidagi eng qisqa ijod hisoblanadi. Latifada ortiqcha so'z, gap bo'lmaydi. Aniq, chiroyli qilib kimdir savol beradi, ikkinchisi javob berishi mumkin. Latifalar degan bir kitob bo'lar edi bir vaqtlar. Ana shu kitobda bir latifa bor edi. Unda bir odamning uyiga bittasi mehmon bo'lib kelibdi. U juda chiroyli qilib kutib olibdi. O'g'liga tovuqni so'yishni buyuribdi. Keyin o'g'li undan tovuqni butun solaveraymi deb so'rasa, "Ha, yo'q, yarmini sol" debdi. Mehmonni chiroyli qilib jo'natgandan keyin, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'sha mezbon haligi do'stining uyiga mehmonga boribdi. Uni ham chiroyli qilib kutib olibdi. O'g'liga qo'yni so'yishni buyuribdi. Qo'yni so'ygandan keyin o'g'li, "Dadajon, qo'yni yarmini olib qolaylikmi?" desa, "Ha, nima bu? Tovuqmidi? Bu qo'y bo'ladi. Yarmini solmasdan butunligicha sol" degan ekan. Shu latifa oddiygina, chiroyli, kulgili. Lekin uni kimlardir tarafkashlik qilib, manzilli qilib berishyapti. Masalan, ana shu tovuqni so'ygan Shahrixonlik, qo'yni so'ygan Surxondaryolik deb shunaqangi vodiy bilan vohani bir-biriga teskari qilib qo'yishyapti. Yaqinda yana o'sha latifani kimlardir aytdi. Unda vodiylik deb aytyapti. Tovuqni so'ygan vodiylik ekan, qo'yni so'ygan Qashqadaryolik ekan. Bu yerda tarafkashlik qilib shu komment haligi fikrlarni o'qib qoldim. Vodiy unaqa zo'r, bunaqa bir-biriga qarab tashlashyapti. Yaxshi emas. Latifada manzil ko'rsatilmaydi. Bu haqiqatan ham ko'rsatilmagan, kimlardir mana shunaqangi tarafkashlik qilib ko'rsatibdi. Hatto bitta ayol maqtanib vodiylik mot oldi, Surxondaryolik g'olib chiqdi deb she'r ham yozibdi. Yana bunisiga Alpomishni Surxondaryolik deb atabdi. Men shu badiiy asarlar ichidagi Alpomishni o'zbek qahramoni, badiiy qahramon deb o'ylar edim. Hattoki bu ana shu Ozarbayjonlarda, Qoraqalpoqlarda, Qozoqlarda, boshqa millatlarda ham bor mana shu Alpomish dostoni. Keyin bildimki, endi shunaqangi bir tor doiradagi fikrlovchilar ko'p ekan. Shuning uchun kimlarnidir maqtab, kimnidir qoralab, boshqa qilishning keragi yo'q. Latifa aytyapsizmi? Uni manzilini ko'rsatmang. Ana shunaqangi holat bo'lib qoladi. Tarafkashlik bo'lib, bitta millat bo'lib birlashish o'rniga viloyat olib bir-birini haqorat qilib o'tirishibdi. Shuning uchun latifani bunaqangi qaysidir bir viloyatni, qaysidir bitta shaharni aholisini haqorat qilib, boshqa birovni ko'klarga ko'taradigan bo'lsa, bunaqa latifani aytmaganingiz ma'qul.